Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Telegram kanalimga kelib tushgan vakansiya haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni Kanadada ishchilar olishyapti. Zavodlarga o'sha vakansiyalarni hozir sizlarga Telegram kanalimga tashlangan post orqali ta'sirlab beraman, tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizlar ham bemalol o'sha ishlarga topshirib, Kanadaga ishchi viza olib turib ketsanglar bo'ladi. Hammasi qonuniy yo'llar bilan bo'ladi. Xo'p, video boshida bitta narsani eslatib o'taman. Men hech qanaqa ish beruvchi yoki ishga yuboruvchi yoki konsalting firma emasman. Shunchaki Telegram kanalimga Kanada, Amerika yoki Yevropa bo'ylab ishlab chiqadigan bo'lsa, mana shuni tekinga tashlayman. Shundoq kirib turib, boyagi ish beruvchining daniyalarini olib turib, shunda o'zingizlar aloqaga chiqib, u bilan gaplashib ishga ketishinglar mumkin bo'ladi. Agar Telegram kanalim kerak bo'lsa, Telegram kanalim silkasini kommentariyada qoldiraman yoki mana bunda Xorazm ish e'lonlar mana bunda pastda turibdi, ko'rishinglar mumkin. Kuchukcha bilan yozadigan bo'lsanglar poyezga chiqib keladi. Mana shunaqa logotipli Telegram kanal. Hozirda 2132 ta odami bor. Xo'p, endi vakansiyaga keladigan bo'lsak, vakansiya Kanadada aytib o'tgandek ishlash imkoniyati rasmiy viza bilan deyilgan. Erkaklar uchun sut ferma va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish zavodlariga ishchilar qabul qilinmoqda deyilyapti. Ya'ni sizlar agar ish beruvchi bilan kelishib ketadigan bo'lsanglar, sut ferma va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish zavodlariga ketasizlar. Xo'p, hududidan keladigan bo'lsak, Alberta, Kvebek toza ekologik hududlar deyilyapti. Ya'ni Alberta, Kvebek degan provinsiya bor Kanadada. O'sha hududga borasizlar va yozib qo'yibdi toza ekologik hududlar deyilgan. Ya'ni havosi toza, tabiati chiroyli provinsiyalar hisoblanadi. Xo'p, maoshiga keladigan bo'lsak, maoshi soatiga 20-22 Kanada AQSh dollarida bo'ladi. Ya'ni buni hozir dollarda hisoblab ko'ramiz. Bu yoqda pastda ham yozib qo'yibdi, oyligi 3600-4000 Kanada AQSh dollari. Bu endi Amerika dollarida qancha bo'ladi? 2500-3000 dollar atrofida bo'ladi. Ya'ni sizlarni oladigan bir oylik maoshlar 2500-3000 dollar atrofida bo'ladi. Xo'p, haftasiga 2 marta to'lov deyilgan, ya'ni adashmasam bu oyiga bo'lgan. Hozir ingliz tilidan to'g'ri o'zbekchaga tarjima qilganimda xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Oyiga 2 marta to'lov bo'lishi mumkin. Uni endi ish beruvchi bilan batafsilroq gaplashib olasizlar. Lekin qo'lliga shu 2500-3000 dollar atrofida pul tegadi. Xo'p, bo'sh ish o'rinlari deyapti. Sut mahsulotlari bo'yicha yordamchi deyapti. Qadoqlash bo'yicha ishchi, sutni qayta ishlash bo'yicha mutaxassis kerak, sifat nazoratchisi kerak, ishlab chiqarish liniyasi operatori kerak va ombor yordamchisi kerak. Mana shu 6 ta ish o'rni bor. Sizlar mana shu 6 tasidan bittasiga borib turib joylashib ishlab ketishinglar mumkin. Talablarga keladigan bo'lsak, talablar 19 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar kerak bo'ladi. Xo'p, sog'lom va jismoniy jihatdan bardoshli kerak. Ya'ni albatta u yoqda sizlar yuk ko'tarishinglar mumkin yoki sal og'irroq ishlarni ham qilishinglar mumkin. Baribir ham omborda sizlar yengil ish qilishinglar sal qiyinroq masala unaqa. Xo'p, xalqaro pasportga ega bo'lish kerak deyapti. Ingliz tilini boshlang'ich darajada tushunish, tajriba shart emas, o'rganish imkoniyati mavjud. Ya'ni ishga boradigan bo'lsanglar, sizlarga o'zlari ish o'rgatadi. Endi ingliz tilini boshlang'ich darajada tushunish deyapti. Ya'ni ozgina bo'lsa ham ingliz tilida so'zlasha olishinglar kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda gaplagan gapini tushunishinglar kerak bo'ladi. Xalqaro pasportga ega bo'lish deyapti. Endi bu asosan Yevropa pasporti bo'ladi. Agar sizlarda unaqa pasport bo'lmaydigan bo'lsa, ish beruvchiga chiqasizlar shundoq. Men O'zbekistonlikman, shundoq bormoqchiman, ishlamoqchiman. Lekin tajribalar bo'lmasa aytasizlar, tajriba orttirish maqsadida bormoqchiman deysizlar. Agar tajribalar bo'ladigan bo'lsa aytasizlar, masalan, meni 1 yillik tajribam bor, shundoq sohalarda ishlaganman. Agar oladigan bo'lsangiz, afsuslanmaysiz, yaxshi ishlayman deb shunaqa sal bo'lsa ham o'zingizlarni maqtab ish beruvchi bilan gaplashasizlar. Shunda sizlarni olish imkoniyati sal yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, endi shartlarga keladigan bo'lsak, 12 oylik shartnoma beradi sizlarga. Ya'ni 12 oylik shartnoma bu degani sizlar 1 yil davomida o'sha zavodda ishlaysizlar. Hech qayerga chiqib ketmasdan to'liq 1 yil ishlab berishinglar kerak bo'ladi, shartnomani buzmasdan. Agar buzadigan bo'lsanglar, deport bo'lib ketish ehtimollari bor. Shuni ham aytib qo'yib. Bepul yashash xonada 2-4 kishi deyapti. Ya'ni o'zlari shundoq sizlarga tekinga kvartira tutib berishadi. Ya'ni o'zining kvartirasi bo'lishi mumkin yoki bitta kvartira topib sizlarga shundoq bepulga
yashatirib qo'yadi, o'sha kvartirada yashashinglar mumkin bo'ladi. Xonada 2 tadan 4 tagacha kishi joylashadi. Ish vizasi plus ruxsatnomalar to'liq tayyorlab beriladi deyapti. Ya'ni agar sizlar ish beruvchi bilan gaplashasizlar, agar sizlar ularga ma'qul bo'ladigan bo'lsanglar, shunda u yo'qdan turib ish vizasini to'g'irlaydi va sizlarga ruxsatnoma yuborib beradi. Ya'ni job offer deyiladi bu. Ya'ni ishga yuborish bo'yicha taklifnoma. Sizlar o'shani olganlardan keyin Kanada elchixonasiga borib turib, vizaga ariza berib, vizani olib turib to'g'ridan to'g'ri ketishlar mumkin bo'ladi. Sog'liqni saqlash sug'urtasi ham tayyorlab berishadi bular. Aeroportdan kutib olish va borish xarajatlari qoplab beriladi. Ya'ni agar sizlar ish beruvchi bilan gaplashadigan bo'lsanglar va ularga to'g'ri keladigan bo'lsanglar, sizlar borasizlar, aeroportdan kutib olishadi va sizlarni ish joylarigacha shundoq tepkinga olib borib joylab qo'yishadi. Bu hammasi o'zlarini cho'ntagidan bo'ladi. Sizlar xarajat qilmaysizlar. Xo'p, keyin safar xarajatlari qisman yechib olinadi deyilyapti. Ya'ni bu yerda endi adashmasam shu aeroportdan ish joyigacha bo'lsa kerak, o'shani qisman yechib olinadi deyapti. Endi u juda ham ko'p bo'lmaydi, ozgina 10-15 euro bo'lsa kerak, uzoqqa borsa. 20-30 eurogacha ham borishi mumkin ko'pi bilan. Xo'p, endi asosiy qism aloqa uchun. Ya'ni bu yerda mana bitta nomer, bitta Gmail yozib qo'yilgan bular. Ya'ni WhatsApp nomeri bor, 358 kodi bilan bu Kanada nomeri. Agar sizlar ingliz tilida bemalol gaplasha oladigan bo'lsanglar yokida bir ingliz tilida gaplasha oladigan tanishinglar bo'lsa, mana shu nomerga shundoq WhatsAppdan chiqasizlar, shundoq ko'rishib, gaplashib, ingliz tilida albatta ish beruvchi bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplashib olsanglar bo'ladi. Bu sizlarni ishga ketish imkoniyatingiz yuqori degani, chunki deganda ular sizlarga ishonib, shundoq WhatsApp orqali chiqqanidan keyin albatta o'zinglar bilan yuzma-yuz gaplashib olsa, bu ishga ketish ehtimoli yuqori degani. Agar sizlar ingliz tilida gaplasha olmaydigan bo'lsanglar, shundoq WhatsApp nomeri turibdi ko'rishinglar mumkin. O'shanga ingliz tilida o'zinglar haqingizda ma'lumotni shunday yozib tashlashingiz mumkin yokida email bor. Agar sizlarda WhatsApp bo'lmaydigan bo'lsa, emailiga shunda o'zinglar haqingizda ma'lumot yokida CV fayllarni tashlashingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlar to'g'ri keladigan bo'lsanglar, o'zlari sizlarga aloqaga chiqadi va sizlarga maslahatlar berishadi va tezroq o'zining yoniga chaqirib olishadi. Endi bu ish qayerdan olding, ya'ni ishonchlimi deydiganlar uchun ish haqida to'liq degan turibdi. Mana bitta bosadigan bo'lsak, ochishni bitta bosamiz, bitta silka turadi. Bosganimizdan keyin mana ko'rishlar mumkin. labor.in degan sayt bu. Bu Yevropada, Amerika va Kanadadagi ish beruvchilarning ofitsial sayti hisoblanadi. Ya'ni yangi ochilayotgan zavod, fabrikalar mana shu yerga o'zini ish e'lonlarini tashlashadi. Xo'p, mana hozir men tashlagan ish e'lonini ko'rishinglar mumkin. Bu ingliz tilida yozilgan. Ingliz tiliga tushunadigan bo'lsanglar, mana ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Bu albatta qonuniy va sizlar davlat orqali ketadigan ish hisoblanadi. Xo'p, ish haqida to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanalida har kuni mana shunaqa iloji boricha Amerika, Kanada yokida Yevropa bo'ylab ishlarni tashlab boraman va albatta sizlar ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, gaplashib ketishinglar mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.